Assalomu alaykum. YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar, opalar, singillar, xolalar. Uy remont qilmoqchi bo'lgan akalarimiz, ukalarimiz bormi oramizda? Mana jigarlarimiz hozir bir xozmak magazinga keldim. Xo'p, narsa xaridlari juda arzon narxda ekan. Hozir o'zim bir ikki narsa xarid qildim. To'g'risini aytsam, arzon narxda hisobladi. Shu siltma men yo'qda gap to'g'risini olsam. Bu tomondan kelasizlar. Vokzal tomondan yoki bozor tomondan kelasizlar. Ulam shu Bahoray Zaparovkani oldida, Zaparovkani bir ko'rsatib yoring. Zaparovkani oldida akalar ukalar. Mana bu yerda bir akamiz nosoz sotib o'tiribdi. Xo'p, shu nosoz magazinning yonidagi magazinni kichkinacha kimki videomiz kuzatgan bo'lsa, mana nosozlarga 25 lik shilon kerakmi? Arzon narxda sotilyapti akalar ukalar. Mana klientga kerakmi? Mana polka kerakmi? Mana polga kimki videomiz kuzatgan bo'lsa, mana ko'ryapsizlar YouTube kuzatgan akalar ukalar. Onda chiqarib pulingiz kerakmi? Arzon narxda hammasi arzon narxda kelishtirib beradigan. Bozordan narxni bilib kelasizlar, kim bilan kelasizlar. Onun tashqarini ko'ryapsizlar, YouTube kuzatgan akalar ukalar. Ular ko'ryapsizlar. Kabellarga nima deydi buni? Gofralar jigarlarimiz. Montajni kabel bor, Lubay nomitda 8 ligi ham bor. Buni bittalik. Kimki videomiz kuzatgan bo'lsa, nechilik desangiz hammasidan bor, montajli kabellar bor, ko'ryapsizlar. Xo'p, mana bu yerda kraskalar bor, ko'ryapsizlar. Vada syomka deysizlarmi? Mana bu yerda har bir narsaga e'tibor qilingizlar. Hammasida mana shu narsalar bor, buni ko'ryapsizlar. Har bir narsaga e'tibor. Mana o'g'aloqlar bor ekan baland tepalarda. Projektor deysizlarmi? Qarochi hamma narsa bor buni. Bu kleylar nima kleylar? Shpaklovka, kley, rodban. Shpaklovka, kley, rodban. Xo'p, plitishni kley ham bor, ha? Plitishni kley ham bor ekan, YouTube kuzatgan akalar. Samara deysizlarmi? Mana ko'ryapsizlar. Hamma narsa bor. Ya'ni mana lampochka deysizlarmi? Xo'p. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda kraskalar bor. Akalar ukalar. Mana kraskalar ko'ryapsizlar. Lubay nomati bor. Sifatli yaxshi kraskalar. Shunday gaplar. Xo'p. Telefon nomeri qo'yamizmi ekranga? Ekranda ko'rib turgan telefon nomeriga telefon qilasizlar. 500 so'mdan baland xarid qilsalaringiz shu magazinda 500 so'mdan ziyod xarid qilsalaringiz uylaringizga dastlabki olib borib beradi. Shuni taksidan berib yuboradi, uylaringizga ichiga olib borib tushirib ketadi. Hovliga tushirib ketadi taksi. Mana jigarlarimiz. Hamma narsa bor, ko'ryapsizlar. Mana Qizlobod YouTube kanalidan telefon qilib ham deysangiz, aksiyasi bor. Mana kranning nimalari bor ekan mana. Hamma narsa bor. Shirfabiyalarga disk deysizlarmi, mix deysizlarmi, dubl deysizlarmi? Mana akalar dublning Lubay nomitida bor. Mayda katta farqi yo'q. Aytgan azbirlaringizda bor. Shunday gaplar, yigitlar, mana uy shkaturka qilmoqchi qilamiz, mana nimalardan bor. Vada syomka, kraska, qarochi shu uyning ichiga kerakli bo'lgan narsalarni imkoniyati boricha olib sotyapti. Mana shu xalqimizga foydasi sezilib yaxshi niyatda ochib akalar ukalar, mana magazinni sekin-sekin yuritib turibdi. Hay kelingizlar, arzonroq qilib kelishtirib beradiganamiz. Ekranda ko'rib turgan telefon nomeri, mana shu Xozbek magazining telefon nomeri. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar jigarlarimiz. Yana ham adres aytaman, Bahoray Zaparovkani to'rrasidagi magazin. Bu ko'rsatman. Ko'ryapsiz, to'rrasida Bahoray Zaparovkani to'rrasida magazin. Mana shu magazin. Keyin oramizda magazincha akalarimiz bo'lsa, optibay narxda shpaklovka kerakmi, rodban kerakmi, unda kraska kerakmi, nimaki kerak bo'lsa, optibay narxda beradi ekan magazincha akalarga. Shu narsani ham aytib o'tib ketay, tushuncha berib ketayin. Arzonda optim narxida beradi mana shu kleylarni. Telefon qilasizlar, bog'lar. Mana bugun men Darnoxay Qabidiyonga keldim. Men hozir joyda yaqiniga keldim. Nurmuhammad hoji akamizning xonadoniga keldik. Ya'ni uni o'g'illari yaxshi niyatda mana shu o'ragan drabilkani zakaz qilgan ekan mol hallar uchun. Hoji bobomiz o'zi ham, hoji akamiz o'zi ham chorvadorga qiziqar ekan akalar ukalar. Shu sababli mana uni zakaz qildi. 10 ming so'mdan olib kelgan ekan har bir qo'yini. Mana ko'ryapsizlar, hozir biz mana shu makkayni jorma qilib ko'rsatamiz sizlarga. Biz moli yetgan qilib hozir albatta o'zingiz baho berasizlar. Uni makkayni sog'amizdan keyin xudo xolasa biz hozir mana bu yerda 3 ta setkasi bor. Albatta biz birinchi ko'z setkasini qo'yamiz. Mana bu yerdan bunday qo'yamiz setkani. Makkay chiqarmoqchi bo'lsak agar. Mana endi yoqib ko'rsatamiz.
Xo'p, mana YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar, mana hozir biz Makka donni tashlab ko'rsatdik, jorma qilib. Hozir mana Nurmuhammad hoji akamiz o'zi baho beradi akalar, ukalar. Makkani jorma qiladi, o'ng qilmaydi bu narsa. Bu narsani to'g'ri qabul qilishlar, lekin o'ng qilayotgan joylari ham bor, buni qarang. Changga qiladi. Ha. Zo'r qiladi. Mana men mol boqmayman, o'sha insonlar baho beradi. Mol boqib jirgan, molga bo'ladimi, yo'qmi? Qo'yib kirayotganda xudo xolasa. Mana Xudo xolasa yaxshi qiladi. mana YouTube oldinroqdan ko'rsating. Mana YouTube kuzatib turgan akalar, ukalar mana. Inshaalloh zo'r. Qadam xudo xolasa inshaalloh yaxshi qiladi. Mana ko'ryapsiz, mana ko'ringiz mana. Qo'ygan. Oynaqsa mana appa 10 qildilar mana yerda, birinchi sort 10 qildilar, mana ko'ryapsizlar. Undan yaxshi emas, zo'rmak kerak-da. Jorma kerak sizlarga, mana shu holat kerak. Hozir o'tni ham tanlaymiz. Hozirroqdan amongda. O'tni tanlaymiz. Hozir biz o'tni ham tashlab ko'rsatamiz. YouTube kuzatib turgan akalar, ukalar. Uni olamiz, ha? Ha, uni olamiz. Endi provisorni qo'yishga farqi yo'q. Shuni qo'yasiz, qarang. Buni hozir hamma tomon jo'lib turibdi, ko'ryapsizmi? Mana uni bunday qo'ysangiz, ko'p joyi ochilib qoladi, bormay qoladi. Shuni aytaman, Xo'p. Bu bilan akalar, ukalar, Makka sultonining poyasi eng qattiq narsani shuni talaysiz, beatkas somon qilib chiqarib beradi. Qana bo'laylik. Hozir YouTube kuzatib turgan akalar, ukalar, biz hozir mana jumuchqa o't aralash ekan, mana bu yerga aktivlagan o'rib, mana ko'ryapsizlar. Hozir chiqarib ko'rsatamiz. Moyda mol katta mollar uchun juda yaxshi, juda ekonomik, moldan isirgochilik chiqmaydi, nushqir chiqmaydi akalar, ukalar. Shunday o't, labay o'tni shunday akib chiqarib sels qilib chiqarasizlar. Somon qopda o'ziga balaysizlar, tog'araga solib molni olib borasizlar, mazza qilib mol yeydi. Moldan isirgochilik oyoqda ostiga tepkilab tashlamaydi. Hozir o'zingiz ham ko'rasizlar. YouTube kuzatib turgan akalar, ukalar, mana hozir hashaklik Makkaga bor ekan. Ko'kma ko'ryapsizlar. Shuni o'rib, mana hoji akamiz olib keldi. Hozir chiqarib ko'rsatamiz. O'zingiz baho berasizlar. Mana ko'ryapsizlar, akalar, ukalar qanday qilib chiqardi. Silos qildi mana. Hashaklik Makkani, ko'kmagini, qurg'an yo'q hali bu, urilgan ham yo'q daji. Shunday o'rib, shunday mana o'ragan drabilkaga tashladik. Ichkaridani mana ko'rsating. Mana. Somon kep bilan o'ylaqsak, kepni, mana jumushqa kepni o'rlashtirib bersa, vashi zo'rda ham chiqarib bersa. Xudo xolasa, tamizlar. Ha, bir narsa deng qani, parchiklarga. Parchiklar nima, inshaalloh Xudo xolasa yaxshi, bundan buyoq Xudo nasibsa barakatini bersin, hamma narsaga yaxshi bo'lsa inshaalloh. O'ngizlar mana Xudo xolasa yaxshi ekan. Mana akalar, ukalar, buni qavidonlik hoji akalarimizga